May günü üzerimizi 4 yıldaki poliklinikaya vardım mı? Videonun hemen başında gördüğünüz bu yerde remont olmasından kondisyoner varken ben şunu soradım. Ne için bir yerde kondisyoner yok deb doktorlardan. Evvel barada hozir yo'q deb aytdilar. Может endi qurishlari mumkin. Shuni iltimos qilib qolma, bu yerga ko'pgina ayollar borib turibdi, homilador ayollar borib turibdi, yosh katta onajonlarimiz, yosh bolalar borib turibdi. Issida kondisyonerda, havo issida bir kondisyoner kerak menimcha. Shuning uchun bir sharoit qilib berasiz degan umiddaman. Buni tashkilotlarga yuborib bersangiz zo'r bo'ladi. 4 kundan juda ham ko'p odam meni kuzatadi. Bu bir iltimos. Agar qo'llaringizdan kelsa zo'r bo'ladi. Lekin shunday kutish sharoitlaridan bir o'tirish kursilarini ko'paytirib yaratib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Navoda endi juda ko'p odam, 74 eng ko'pisi ayollarimiz, onajonlarimiz bolalarni ushlab turibdilar, chaqaloqlar. Shuning uchun bir sharoitlarni qilib bersalar zo'r bo'ladi dedi. Like bosib yuborib qo'ysa degan umiddaman. Bu murojaatimizni albatta ko'rib chiqarsa degan umiddaman. Like bosib yuborib qo'yamiz.